Kelar mana endi keyingi navbatda undan ham lobarlari chiqyapti. Borgan sari. Oxirgi partiyaga bitta yayra o'raydigan joyi. Voy mashalloh, hali qo'lchagan hurmatli obunachilar tish yormabdi hali. Mana qo'chqorni zo'rini olaman deganlar, sog'liqlarni dodlab o'raydigan mana. To'g'risi, kuzgacha boqsalaring mana shu qo'yiladi mana. Tullayapti mana, toshdan tullab tushyapti qo'y. Bitta tortib yurgizib orqalarini ko'rsanki, dumbarazimiz hamma yo'lani mana akalar. Hamma yo'l joyida qo'chqorlar. Bo'ldi 9 millionga vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Barakasan bersin. Xo'p, donaga olganga nechi pul endi sog'lom nechi pul, qo'chqor nechi pul? Qo'chqorni olsam, avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borgan tomoshabinlar. Barchangizga xayrli va barakotli bo'lsin. Bugun hafta kuni payshanba 19-iyun 2025-yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstildan shoptimchilar, arzonchilik qilgan mahalladan Qambaralar xonadonlar. Qambaraga olmay aka. Alloh salomatlisiz, qalaysiz? Tinchmi? Bayram marhamat. Aka, bugungi partiyaga necha partiya qo'yiladi bor? 3 partiya yo 4 partiya qilamiz, Abdulloh. 4 partiya qo'yilib bor ekan. Hozir mana bir partiya, ikkita sog'liq, bitta qo'chqor, ha? Ha, ikkita sog'liq, bitta qo'chqor. Sog'liqlarimiz ham yosh sog'liqlar, Abdulloh. Necha yoshda? 3 yoshdan. 3 yoshda. 6 tishdan, Abdulloh. 6 tishdan? Ha, 3-qoringa tug'adi, xudo xohlasa. 3-qoringa tug'adi, xudo xohlasa. Ash qo'chqor ichida yuribdi. Ash qo'chqor ichida yuribdi. Endi bu vositalar garantiya berilmaydi, lekin ash qo'chqor ichida eng qizig'i, Abdulloh, ikkovi ham egizakchi sog'liqlar. Egizakchi. 100%. Mana unisi o'zim ajratganman. Qorani. Ha, qorani. Ikkita bolasidan o'zim ajratganman. Mana uni egasi aytgan, ikkita tug'gan uka garantiya degan. Egizakchi. Ha, egizakchi degan. Bu qo'chqor necha yosh aka? Qo'chqor 2 tish, Abdulloh. 2 tish. Ha. Qo'ylarda aybi shu ozgina yem talab, qavos qo'yganda endi. Qo'ylar ekan. Uchovi ham bir xilda, bir xil yem yegani uchun ozgina yem yesa bu qo'ylar. Ammo boqadigan odam bo'lsa o'zi biladi. Cho'ziq ekan. Panjolari sog'a yeb ichishga bor aka. Yeb ichishlari zo'r. Bo'ylari 80 yo yerda qo'chqor 85 chiqsa kerak. Ha, shunaqa Abdulloh. 80 plyus yo'llar. Ha, 80 plyusga olishaversin. Mana aka, qiziqqan shkollar bo'lsa, xo'p, narxi necha pul bo'ladi aka? Abdulloh 12 ga xabarini qilib beramiz. 4 milliondan qo'yib bo'ladimi? 4 milliondan kami bor. Kami bor. Ya boshqa ayting aka, bo'ladigan qilib 4 millionga qo'chqorni o'zini endi zo'r. Bermasdan yenge. Yo'q, o'zini bermaymiz. Xo'p. Abdulloh, qarang, oldi qo'shtisi yo'q. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha 11 millionga jo'natib beramiz. 11 millionga. Ha, 11 million so'mga jo'natib beramiz. Boshqa gap bo'ldi. Xo'p, donaga necha puldan bo'ladi o'shanda? Ikkita sog'liq olsa necha pul, bitta qo'chqor olsa necha pul? Xo'p. Ikkita sog'liqda olsa 6,5 million Abdulloh. 6,5 million. Qo'chqor 4,5 million. 4,5 million. Bo'ldi mana akalar. 11 million so'mga dastavkasi vodiy bo'ylab ichida 6,5 millionga 4,5 million qo'chqor. Akalar mana qo'zi narxi bo'ldi qo'chqor. Qo'zilardan 4 million 4,5 million chiqarilyapti. Qo'chqor zo'r ekan. Tish buzgan, yem narsalarni sirali o'ziga oladi. Abdulloh, sog'liqlar ham ariq qo'ymas ama. E'tibor shivasi bor qo'y. Mana akalar, qiziqqan shkollar aloqaga chiqarsa narxi 11 million so'm, dastavkasi vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Ha, Toshkentgacha. Bo'ldi. Keyingi partiyalar chiqamiz endi. Akalar, mana endi yana xuddi o'shunaqa partiyadan pavtor sal kichikroq variantlari, aka. Ha, kichikroqlar. Bunday ikkita sog'liq, bitta qo'chqor mana shuni qo'chqor. Qo'chqor Abdulloh. Bular necha oylik aka? Ha? Necha oylik bular? Bular 5 oy nari beradi. 5 oylik. 5 oy. Virus bo'lsa kerak, 5 oy. Ha, 5 oy, 5,5 oy, 6 oyligacha o'ta. Xo'p. Bular qattiq qo'ylar o'zi aka. Bular Abdulloh, xo'p, mana qo'chqor Qirg'izniki Abdulloh. Qo'chqor Qirg'izistonniki. Ha, Qirg'izistondan kelgan. Mana ular chetda o'zimizni jo'dari qo'ylar. Jo'dari qo'ylar. Quloqlari butunlay. Mana u ona egizakchi bu ham. Bu ham egizakchi xudo xolasa. %100 mana qo'shnimni qo'yi, mana qo'y. Ha, qora qo'y. Ha, qora qo'y, qo'shnimni qo'yi. Egizak sheviga bor, ajratib olib chiqdim. Ha, unisi qoldi. Ha, unisi qoldi. Xo'p, aka, bularda endi bileti necha pul, narxi necha pul? Bo'ladi hozir yopishtirib. Bularda narxi mana hozir qaytarib oladilar. Qayta. Mana shu ikkovi sog'liq ekan akalar. Xo'p, bunisi egizakchi ekan, qo'chqor sherigi qopdi. O'shunda. Janobi qaranglar, hurmatli obunachilar. Qo'chqor ham go'zal ekan. Urug'bob qo'chqor mana. Tumbalari ham oq, chalalari sal oqish. Xo'p, necha pul qamar aka uchun bo'ladi? 10 million desam nima deysiz? 10 million? Ha. Baland bo'lib ketar aka unda. Bo'ldi, 500 ming so'm xabarini qilib beraman. Buni ham 9 million qilib qo'ying. Buni ham 1 million ekan, dangal aka. 9,5 million hozir yaxshi aytdim. 9 million bor aka qamar aka. Obunachilarga bor ketdi. Bo'ldi, 9 millionga vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Barakasan bersin. Xo'p, donaga
Nari olganga nechi pul endi soliqlar nechi pul, qo'chqor nechi pul? Qo'chqorni olsam 3.600.000. 3.600.000. Ha. Bu nimada soliqlarni olsa O'sha ayrib olishaveradi. Ha. Endi bitta obunachimiz qo'y Abdulla. Qiziqqan ishqibozlar allaqachon 9 million so'mga dastlabkasi vodiy bo'ylab Toshkentgacha bo'ylab kelishilgan holatda bor. Yana qo'y bor bundan keyin. Ha, bitta noyobi bor Abdulla. Noyob qo'chqor bor. O'sha olib ko'rsatadi. Noyob qo'chqorimiz bor Abdulla. To'g'ri. Akalar, mana endi keyingina bu vobshim noyobini, haqiqiy urug'bob bilan qo'chqordi. Qiziqqan ishqibozlarga 3-partiyaga. Xo'p, hammariga yosh necha yosh edi? Yoshi mana o'zlar ko'rib olasizlar Abdulla. Voy mashalloh, hali qo'zi chaqagan hurmatli obunachilar, tish yormabdi hali. Mana qo'chqorni zo'rini olaman deganlar, soliqlarni dodlab yuboradigan mana. To'g'risi, kuzgacha boqsalaring mana shu qo'yiladi mana. Tullayapti mana, to'shdan tullab tushyapti qo'y. Bitta tortib yurgizib orqalarini ko'rsanki, dumbarazimiz hamma yo'qlarni mana akalar. Hamma yo'q joyida qo'chqordi. Bu arashan zot aka bu? Arashan zot mana akalar. Qiziqqan ishqibozlarga sotiladi bu ham akalar mana. Mashalloh. Otidan qo'ydi lekin bor mana. 10 metrlab bo'ynini o'lchab qo'yadi. Bo'ynini o'lchab qo'yadi haqiqatda. Mana jonivor. Juda baquvvat qo'chqor ekan, qo'zi bo'lganiga qaramasdan. Kapturchaga metrda. Metr kapturga qamar aka. Mana akalar. Bo'yi 95 plus. Bog'lasa 95 yo'laveringlar. Qo'ziga zo'r natija, qo'zi chaqqa. Mana. Uzuni, bu ham uzuni 95 plus ekan uzuni ham. Akalar, qo'zi chaqqa zo'r natijali ekan, bor, hali qo'zi tish yormagan. Bo'ylari 95 plus, qo'chqorni zo'rida olaman deganlarga yeb ishlar zo'rmi aka buni? Ha, ye. O'zimiz boqayotgan qo'ylar. Bu boqilayotgan qo'ymi bu? Bu keldi ketdilik qo'y emasmi? Keldi ketdilik bas. Bu boqilayotgan qo'y ekan. Narxi nechi pul buni aka? Xo'p. Narxi Abdulla $1200. $1200. Kami bor. Kamini qilib beramiz o'zlariga. Bo'ldi. Telefon olsalaring akalar, xayri qilib beringlar ekan. Ammo shashalatdan ko'p bas bundan Abdulla. O'zlari misol uchun 10-15 ta qo'y kelsa, bitta zo'rini olib boqib berishadi-da. Shu xo'ralarda alohida. Bu o'shanaqa qo'ydan kelib qolgandan boqilgan qo'y. Bu kelganiga ancha bo'ldi deyishadi. To'g'risi qo'chqorni buligini bilmadim. Chiqaramiz deb yurdik 1-2 kundan beri. Xo'p, akalar, qiziqqan ishqibozlarga narxi $1200. Ularni ham ko'rsatib bering. Dastlabkilar O'zbekiston bo'ylab bor, aka? Ha, O'zbekiston bo'ylab bor. O'zbekiston bo'ylab bor. Tomirlaring hamma o'zi chiqqan, yeb ishiga behijolat 10 kundan so'ng olaverasizlar buni. Ha, behijolat. Ikoli chenelar bo'lganmi? Ha? Ikoli chenelar? Ha, yo'q, ikoli chenelar hamma yo'g'i bo'lgan. Hamma yo'g'i bo'lgan ekan. 10 ta sog'lig'im bor, 100 ta 10 ta 20 ta sog'lig'im bor deganga olib qo'shib yuborsalar maza qilasizlar shu qo'ydi. Bola olsalar, hisorga qo'shsalar, arashanga hali gibrid bo'lib zo'r bola beradi. Oyoq qo'li cho'ziq qo'ydi. Xo'p, shu oxirgi partiya qo'ya? Yo'q, yana bitta bor. Yana bir partiya bor. Yana bitta qo'chqorimiz bor. Bo'ldi, uni olib chiqamiz bo'lsa. Bular kirgizamiz, uni olib chiqamiz akalar. Akalar, mana endi keyingi navbatda undan ham loballar chiqyapti. Borgan sari. Abdulla, nima deyapti? Oxirgi partiyaga bitta yayraveradigan joyi. Nima deyapti? Qo'chqor necha yosh aka bu? 2 tishga chiqdi Abdulla. Bunisi 2 tishga chiqibdi, bu ham o'sha boqilayotgan qo'chqorlardan ekan, hurmatli obunachilar. Yeb ichlariga yana quloqni qaranglar akalar, kattaligini. Mashalloh, qo'chqor zo'r. Bo'yindan ko'ra sal pastroq, lekin toni tozasida. Ha. Hani simjuridan so'raganlarga mana. Tishini ochib beribdi aka. Mana, 2 tishga endi chiqaryapti akalar mana. Simjuridan so'raganlarga. Mashalloh, qo'chqor zo'r akalar mana. Urug'bob qo'chqorlardan o'zlari yig'ib bergan ekanlar-da aka. Ha, yig'ib qo'yganmiz. Juyma qarang, tulashini qaranglar. Indamay tuvallar, yoqadi masaj. Qaranglar akalar, tulayotgan qo'zi. Mana. Abdulla Janob, mashalloh. Qo'chqorni havas qisardingdek bittadan like bosib qo'yinglar akalar. Qo'ydi zo'ridan so'raganlarga mana tavsiya qilib qolaveramiz. Xo'p, buni narxi nechi pul aka endi? Buni narxini 1000 qilib beramiz. Buni $1000. Buni ham o't beriladi-a? O't beramiz. Qiziqqanga o't beramiz, Abdulla. Ishqibozga o't beriladi. Qo'chqorni shashalasini yaxshi narsa. Oyoqlari ham nihoyatda baquvvat qo'chqor ekan bu hali. Girakaladan ekan akalar. Yo'lda ko'rsalar boshqacha bo'ladi mana shu qo'chqorda akalar. Tavsiya qilib qolaman, $1000 kami bor. O'shdan olib keling. O'shdan kelgan bu? O'shdan kelgan ekan akalar. Buni urug'bob mana. Xudo xolasa akalar, yedishtiga jupini olganga ancha o't beriladi. U dehqonchilikdagi gap ekan. Baho aytilaveradi, telefon qilsalar yo'lida xabar beriladi, hurmatli obunachilar.
Shu 2 yasharga to'ldirib, endi to'ldiryapti, xudo xolasa, tish buzibdi 2 yasharga. Bo'ldi, shu oxirgi partiya G'ambar aka. Buni dastlabki O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab telefon qilasizlar. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul tarzda. Bemalol aloqasiz qo'yinglar. Do'stlar, shunday videolarimiz ham tugadi. Sizlar bilan Abdulloh Abdulloh bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.